Qor boshlandi deganda hammani uyida, uchastkalarda ko'pincha uchraydigan holat haqida sizlarga batafsil ma'lumot bermoqchiman. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, bu yoq uchastka. Uchastkada ko'pincha bahor oldidan devorlarning orasidan chumolilar chiqishni boshlaydi. Chumoli, kaltakesi, yana har xil shilla qurtlar, shunga o'xshagan mayda-mayda hasharotlar, chivin-pashshalar kelishni boshlaydi. Mana shunaqa hovlilarimizda kelishni boshlaydi. Sizlarga bir maslahat berib o'tib ketgan bo'lardim. Bahor oldi bitta yaxshilab hovlilarni dezinfeksiya qildirishinglarni maslahat beraman. Mana bunaqa fasad qismlari bilan, iloji bo'lsa yerlari bilan yaxshilab dezinfeksiya qildirib, uy uchlari bilan kompleksniy обработка qildirib olsanglar, o'zingizlarga ancha yengil bo'ladi. Yozda ham bemalol hech qanaqa pashsha chivinsiz, kaltakesaksiz, chumoli, yana mayda hasharotlarsiz o'tkazasizlar. Ko'pincha mana shunaqa oynali qilib qo'ygan uylarda yozda pashsha chivin juda ham ko'p bo'ladi. Ayniqsa qo'shnilarda mol, qo'y boqadigan bo'lsa, pashsha chivinlar juda ham ko'p bo'ladi. Shunga yaxshilab bitta dezinfeksiya qildirib olsanglar, uni oldini olgan bo'lasizlar.